Do'stlar, sizlarga aytgan birinchi kategoriyali erkak suruq nodani birinchi turi. Mana ko'ryapsizlar, mana bo'g'in chiqargan men yerdan mana. Qasdan chiqyapti. Mana. Ovartib, o'zi buta ekan, olib ketish kerak bo'lgan narsa. Bu ham buta mana. Keyin sizlarga ko'rsatib tushdim, bir ikkita nodani ovoraman, yaproqni. Mana 20 santimetrlik bo'g'ini bor. Mana. Shu bo'g'indan chiqqan mana. Nejlik. Juda ham go'zal. Haligi nariga surib oling-da, ikrom. Katta ko'p kesib olmayapti. Ha, bo'lib qo'yasizlar-da sizlarda mana. Mana. Ikkinchi turi bundaqa bo'ladi mana. Farqini ko'ringlar. Yaproqda ham farqi bor. Yaprog'ida ham mana figuraliroq bo'ladi, mana keng mana bunaqa bo'ladi, mana figuraliroq, ham yashil bo'ladi mana. Bunga nisbatan qarang, mana bu oqaryapti bu. Buni eng tagidan ham mana tagida ham bunaqa bo'g'ini bo'lmaydi buni. Stoldan shunday chiqargan bo'ladi. Buni hojibom kesgan mashinlarni gursillatib oldim. Kesardi, keyin biz chep qo'ydik. Bo'lmasa hojibom bularda maylardan kesitgan bo'lardi. Kesilsa ham mana ikkinchi turi mana shu mana do'stlar, yashil bo'ladi. Buning bilan buni farqi bu figuraliroq bo'ladi, mana qarab mana. Figuraliroq bo'ladi. Keyin mana chiqqan joyini qaranglar, bo'g'in yo'q bunda. Bunda bo'g'in bor mana. Ko'ryapsizlar mana? Bunda bo'g'in bor, bunda bo'g'in yo'q. Yam-yashil turaveradi bu. Yoshi bir xil ikkovini. Shuning uchun shunaqa nejdeydi, keyin bukib qo'yamiz bunga qarab. Bukishda shu nima bilan salafanga tuproq solib bukib qo'ysak bo'ladi. Oldin bog'lardik pastga. Qaranglar, mana shu bukkanda shu ichki tomoniga qarab bukish kerak. Bunga xalaqit qilmaydigan qilib, mana shu yerlardan har bitta yaproq orasidan anaqa chiqaveradi, novda chiqaveradi. Novda chiqarganda shu narsani endi odamlarga tushuntiryapmizki, shunaqa bo'g'ini bordi qiladigan bo'lsangiz, ko'proq hosil novda chiqaradi. Bunaqa yashilni bukadigan bo'lsangiz, ko'proq u anaqa chiqaradi. Erkak suruq chiqaradi. Erkak figur o'ziga o'xshagan figurali. Keyin ko'chat tayyorlaganda ham mashaqa kaltaydan qilingan ko'chatni olsa, oddiy meyerlarda. Shunda kamroq erkak suruq chiqaradi. Bo'g'inni ko'proq chiqaradi erkak suruqdan. Nariganda. Bunda kamroq chiqaradi. Tezroq hosilga kiradigan bo'ladi. Bunaqa ko'k kaltak ko'p bo'ladi. Mana misol uchun mana mayerda ham bor. Mana qarang, mana ko'k kaltak mana. Shuni. Ana. Ana. Ko'ringlar. O'shagan. Mana ko'k kaltak mana ko'ryapsizmi? Figurali. Mana uchun mana. Bu ham bor, mana bu bor mana. Mana bu bor. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, mana bo'g'ini yo'q kaltak yotib olgan uchun chiqyapti mana figurali. Buni tep qo'yamiz, bu yerdan keyin buni sal shaklini to'g'rilaymiz. Mana uni bog'lasangiz bo'ldi. Stolni hozirlab olsanglar bo'ldi. Ilhom aka aytdi, sal qana qolibdi. Ustoz, mana bu qayirdik-ku, o'shani keyin qachonga aniqida olib tashlaymiz? Buni atrosga chiqadi. Iyul oylarda qot bo'ladi. Mana ostiga ko'tarilmay, ana Jamila apamnikida qoladi-ku. Mana qarang. Bitta armaturni bunday tashlab qo'ysangiz, shatatsiya qilaveradi-da, metrli armaturni. Unga yana bitta armaturni qo'yib turib, orasiga beldan qo'yib chiqsangiz, anaqa bo'lmay qo'yadi, likillamay qo'yadi. Mana u ham shunaqa bo'ladi. Maylardan novda chiqqandan keyin, to'qima bu yoqqa burilib qolgandan keyin u ketmay qo'yadi. O'zaro salafanni sekin ovoraveradi. Shu palafani bilan kesib tashlanadi, salafandan u yog'i kerak emas. Salafanni bu yog'i o'zimizga yetarli bo'ladi. Bitta daraxtda 3 tadan 5 tagacha shunaqa novda qayirishimiz mumkin. 5 tadan 5 tagacha. Buni mana o'tgan yilgi holatdan ko'ra biz zo'r qildik-ku. Keyingi yilga juda ham zo'r bo'ladi. Endi yaproq teryapsiz, vaqt kelib hosil terasiz shunaqa. Qancha yaproq bo'lsa, shuncha hosil berish kerak. Ishlayotgan yaproq qancha bo'lsa, shuncha hosil bo'lishi kerak. Buni bir yozib olinglar beriga. Ustoz, mana buchi mana hozir mana 3 ta anaqa ekan. Buni qaysini olamiz? Borda. Mana ko'ryapsizmi? Mana bularning hammasi shunaqa, hammasi. Bunda mana uni olish mumkin mana. Mana. Bunda hech narsa yo'q. Bu ko'k kaltak mana. Ashuni olib ekranga yaqinlashtirsangiz bo'ladi. Mana uni bunday olsangiz mana bo'g'inni ko'ringlar. Bo'g'ini bordi qoldiramiz. Bo'g'ini bordi qoldirish kerak. Keyin nariyoq kal. Yo'q bo'lsa o'sha yo'q tomonga qo'yib turish kerak. Bu yildan keyingalikki mana buni men Samarqandlik quruvchi Xurshid Beyni men gapini ko'p tashlab qo'yaman gruppaga.
birdaniga boy bo'lib ketaman yoki birdaniga to'g'rilab olaman deb bo'lmaydi. Buni birdaniga yalang'ochlik kesib ham bo'lmaydi. 20% maksimal 25% kesish kerak. Mana hozir mana shu yerda mana novda mana. Bu yilcha hosil olib turaman desangiz, qoldirishimiz mumkin. Mana. Bu yildan keyin ovorsak ham buni zarari yo'q, lekin havo aylanish uchun ovorish kerak, ishlashimga qiyin bo'lmasin desangiz, buni ovorishimiz kerak. Osonroq ishlay, hosil yana mayli, bir yil hosil olmay turaman desangiz, shu yerda shularni ochamiz mana. Sabab buni olmasak, o'zi buta ham bo'lib qoladi-da bu. Buta bo'lib qoladi. Bizi qaytida o'sha topgacha bo'lganman olaveradi. Mana. Qarang, buni ancha-muncha qayta olmaydi. Keyin doim olganda tegi bilan olish kerak ekan, a? Tozalab olish kerak. Tozalab olsangiz, o'zini yopib boradi bu. Mana. Mana bu çok. Ko'k kalta, bu tomon kal mana. Ko'ryapsizmi? Ha, kal bo'lgani uchun qo'ydim buni. Mana. Kirazlarni sindirib ham qo'ydim. Mana. Yaxshimi? Buni bu yoqqa burib qo'yish kerak mana. Bunday qilib. Yoki kal tomonlarga burish kerak bunday qilib. To'g'rilar. Ko'pmas, 3 ta. Yoki 4 ta. Bundan ko'p emas. Mashinaga nima savol bor? Bizda savol bor. Bizda savol bormi? Bugun yozga lastikka, mana bu.